qog'ozlarni hammasini tayyorlab qo'ydik. Ha, ko'rib berasizmi? Seni uchratgan kunimga ming la'nat bo'lsin. Ming'irlamang. Aynib qolishim mumkin. Yagona, yosh bolaga o'xshab qaysarlik qilmang. Siz menga keraksiz. Agar oyim uchun kelgan bo'lsangiz, men bormayman. Mendan xafa bo'lmasin. Menga qara, Nozik. Sen bu narsani o'ylama. Senga hozir umuman asabiylashish mumkin emas. Xudo xolasa, bu yerdan chiqqanimdacha hammasi yaxshi bo'ladi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Qani, kira qol. Bu. Sekinroq faqat. Onasi. Onasi. Ha? Qani, kir. Yuring. Kira qol. Assalomu alaykum, volidam. Voy. Ha? Yaxshi o'tiribsan. Mana bu sen. Sen qilsan. Va alaykum assalom. Quyosh qayerdan chiqdi? Bu yoqdan. Ilohim palakatimiz arigani rost bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Kiyiminglarni alishtiringlar. Ovqatlanamiz. Nima ovqat? Sen yaxshi ko'rgan ovqat. Yaxshi. Ketdik. Nozima. Ayshani Farhodga ko'rsatmay tur, xo'p? Dadajon aytdilar. Ayshani hozir berib ekanmiz. Onasiga. Yaxshi bo'pti. Qutilar ekanmiz. Ovqatsiz uraymi? O'zim qarashaman. Ha. Anu ahmoqlar qilgan ishiga u xafa bo'lmasin. Oyi, keling bunday qilaylik. Hozircha mana shu mavzuga qaytmay turaylik, xo'pmi? Men sizga va'da beraman. Oyi, men ular bilan hammasi bilan o'zim gaplashaman. Ha. Sen ham noto'g'ri ish qilyapsan, o'g'lim. Homilador xotiningni tashlab qo'ymasliging kerak edi-da. U bechora nima yeb, nima ichayotgan ekan? Axir qornidagi bolasi seni zurriyoting-ku. Oyi, qo'ying, shu o'ylamang shu narsalarni. U ham bir kunini ko'rib yurgandir. Biz uyimizda undan ham boshqa muammolar bor-ku, ona. Nimaga ha deb zulpi deyaverasiz? Bo'ldi endi, ona. Sendan oxirgi marta so'rayapman. Iltimos qilyapman. Zulpini olib-ke. Gaplarim bor. Gapirib olay. Xo'pmi? Oyi. Xo'p, men sizni hozir bu ahvolda tashlab keta olmayman-ku. Yoningizda bo'lishim kerak. Boraver. Sen kelguningcha o'lmay turaman. Gapirayotgan gapingizni qarang, oyi. Nega unaqa gaplarni gapirasiz? Bor, Zulpini olib-ke dedim. Zulpini olib-ke. Bo'ldi, xo'p, bo'ldi, tinchlaning. Xo'p, olib kelaman. Oyi, bo'ldi. Faqat asabingizni buzmang, xo'pmi? Olib kelaman. Xo'p. Zulpa!
Zulpa. Zulpina. Zulpa. Ha, dada. Bu uyni oldilaridan chiqma, yonlarida o'tir. Xo'pmi? Siz qayerga ketyapsiz? Men buving Zulfiyani so'rayaptilar. Dada, buvim artistlik qilyaptilar. Nomerlarni o'tkazmoqchilar. Ey, tinmayaptilar. Chaqir, olib ketyaptilar. Qo'ying, bormang o'sha o'g'rivachchani oldiga. Sevara. Oyim xafa bo'ladilar. Men kirmayman. Meni yomon ko'radilar. Senamchi, rosa haddingdan oshibsan. Nega Zulfiyani ishxonasiga bording? Nega janjal qilding u yerda? Men atila bormadim. Kafega ovqatlanishga kirgandik. Tasodifan ko'rib qoldim. O'g'rivachcha bo'lsa, achinmang-da dada unga. Qutulganingizga shukr qiling. Ey, ozgina o'ylash kerak. Nima bo'lganda hamchi sen noto'g'ri qilgansan, bildingmi? O'g'rimi, qallobmi, u ham Allohning bandasi. Dilini nega og'ritasan? Dada, borgan sari buvimga o'xshab gapiryapsiz. Senga gapirgandan umuman foyda yo'q. Men ketdim. To'xtang, bormaysiz. Ey, yo'limni to'sma meni. Shu xotin o'lmadi, men qutulmadim. Har kun shunaqa aylanishlarga chiqsak bo'lar ekan. Ha. Senga faqat aylanish bo'lsa? Nima qilibdi? O'zi endi ozib-yozib bir marta chiqdik. Ishlaringizdan bo'shab, menga ham vaqt ajrating. Bu yoqda qaynatam turibdi. Bergan pulini so'rab. Men ishlaymi yo senga vaqt ajrataymi? Nima qilay? Xo'p, gapirmadim. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Menimcha qurilishni G'aybulla akaga topshiraman. Voy, u odam o'zi ishonchlimi? Ha. Ishonsa bo'ladi. Ancha qiyinchilik ko'rgan. O'zing aytgansan-ku. Uni meni yonimda bo'lishi nazokatni, harakatlarini chegaralab qo'yadi. Tushundingmi? Tushundim. Mayli, o'zingiz bilasiz. Agar bormasa-chi, yo'q deb aytsa-chi. Nima bo'lgan taqdirda ham onamni oldilariga olib borishim kerak. Zora Zulfiyani ko'rib, onam o'zlariga kelsalar. Alo. Bu men. Zulfiya, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Nima deysiz, Rustam aka? Men kelgandim. Kelib, eshiging tagida turibman. Agar chiqsang, gaplashib olsak yaxshi bo'lardi. Nimani gaplashamiz? Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Sizni ko'rishni ham xohlamayman. Yo'q, shoshma, menga qara.
onamni mazalari bo'lmayapti. Shunga so'rayaptilar, iltimos chiqqan. Gaplashib olaylik. Xo'p, hozir chiqaman. Xo'p, mayli. Shunaqa gaplar dada, xullas. Juda ham qiynalib ketdim. Mana. O, ana. Rahmat. Ish qilib keliningiz ham yordamlashdimi? Ha, albatta. Qani choydan ber, qizim. Dadajon, choy ichasizmi? Yo'q, rahmat. Men ichaman. Menga ham qo'ying. Xo'p. Choyni sog'indim. Bir kunda-ya? Ha, bir kundan 1000 kunday o'tdi u yoqda dada. Ha, ko'rganing shu bo'lsin. Mana. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunaqa joyni. Alo. Dastlabki izni olib keluvdik. Aha, hozir chiqaman. Xo'p. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. O'g'liz chiqqanlariga yoqtirgan shirinliklarni buyurtma qilgandim. Shuni olib kelishibdi. Hozir olib kelaman. Voy, mehribon xotinim-ey. Tezroq kel. Xo'p. Shirinlik yerkanmiz-da, ha? Sen biram buyruq berishni yaxshi ko'rasan, ha? Yaxshi ham direktormas. Malikaman, Malika. Qo'ying. Qo'l ostimda bitta ishchi bor. U ham bo'lsa Nozima. Biz ham sizni xizmatingizdamiz, xonim. Bu ham ish qilib ketib qolmasa mayli edi. Ketib qolmaydi. Kontrakt tuzganmiz. Qo'ying. Voy tavba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyimni yaxshimilar? Yo'q, yaxshi emaslar. Ahvollari og'ir. Kasalxonadalar. Alloh shifosini bersin. Tuzalib ketsinlar. Seni chaqiryaptilar. Shunga seni olib ketgani kelgandim. Men bora olmayman. Xafa bo'lmang. Uzr. Nega bora olmaysan? Chunki yana bir bor qalbimni yaralashini istamayman. U yerda qizingiz bormi? Ha, bor. Buvisiga qarab o'tiribdi. Oyijon baquvvatlar. Tuzalib ketadilar. Ilohim. Sevara seni xafa qilibdi yana. Meni emas. Zarinaning ustidan kulishibdi. Qizimni dili qattiq og'ridi. Sevaradan sen xafa bo'lma. Onasiz o'sgani uchun shunaqa shekil. Men ham Zarinani otasi katta qilganman. Menga ham oson bo'lmagan. Agar oyim uchun kelgan bo'lsangiz, men bormayman. Mendan xafa bo'lmasinlar. Borsang yaxshi bo'lardi.
uzrimni aytib qo'ying. Yaxshi boring. Xayr. Oyimni oldilariga borsa yaxshi bo'lardi. Xudo, rosa qiynaldim. O'shanda xato qildimmi deyman. Zulfiya. Sen ham meni tushunsang bo'lardi-ku. Menga ham oson emas-ku. Hozir. Men yoqtirgan shirinlik. Yo'g'i? Ko'zinglarni yuminglar. Yuming. Oyi. Ha bo'pti, yuming. Yuming. Hop. Endi ochinglar. Bobo va buvi bo'lasiz. Ya? Jiddiy aytyapsanmi? Ha, rosta. Malades o'g'lim, krasavchik. Rostdanmi? Bor Tabriklayman. Qani endi buni Ayja. ta'mini bir ko'rar ekanmiz-da. Qayib ko'ramiz-da. Malades. Oyimga nima deb bahona qilsam ekan? Hozir Zulfiya kelmaganini bilsalar xafa bo'ladilar. Nega bu yerda o'tiribsan? Oldilariga kirmadingmi? Men kirsam haydab yuboradilar. Haydaydilar-da, xafa qilganingdan keyin. Oyi, Zulfi qani? Zulfi qani deyapman. kelmadi, oyi. Ha. Demak, qattiq ranjibdi. Shunaqa. Esiz qizing hamma umidini uzib ketibdi. Mayli, oyi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha? Og'riqlaringiz qoldimi? Ona? Oyi? 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 Oyi, meni qo'rqitmang, oyi. Oyi! 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 Bobo, Oyi! Oyi! Oyi!
Bizni kechiring. Kechiring, oyi. Ha, papasha. Bu kunlarni qancha kutgandim, ha? Gapirmang. Nozima, Labey, bunaqa yangiliklarni birinchi bo'lib menga aytsang bo'lardi. birinchi Farhod akamga aytgandim. Mayli, keyingisini sizga aytaman. Brunul, hozircha kelin oldinda. Menga hech nimani aytmanglar. Men kimman o'zi? A? Hech kimman. Tekin xizmatkorman. Osh-ovqatinglarni qilib, uylarni yig'ishtirib o'tiraman, a? Yoqimli ishtaha. Obbo. Oyjon, Bekor oyimni xafa qilib qo'ydingda. nima qildi xafa qiladigan? Tortni kesaman yeydiganlar bormi? Kesing, men shirinlikni yaxshi ko'raman. Yeysizmi? Yemasangiz ikkalamiz yeymiz. Kofe damlab beraymi, dadajon? Mayli. Oyijon. Oyi, siz ham xafa bo'lmang. Hali yosh nimani gapirayotganini bilmaydi. Shu yoshmi? Shu bilmaydimi? Kichkina iloncha-ya? Hamma gapni nima ekanligini biladi. Atay meni asabimni buzish uchun gapiradi. Men yangi kelinlik paytimda qaynonamga bir og'iz gapira olmasdim. Hozirgilarga bilmayman nima bo'lgan bezbet. Oyi, bo'ldi, qo'ying. Yuring 4 yeymiz undan ko'ra. Yemayman. Dadangni qara. Kelinni yonina olib o'tiribdilar-ya, uyalmay. Oyi, qarang. U arzimagan narsa-ku. Unga siqilib, hammadan xafa bo'lib ketib, pastga tushib bitta o'zi o'tirishga arziydigan narsa emas. Siz menga keraksiz. To'g'ri, men u yoqda bir kun o'tirdim, lekin menga qadringiz juda ham bilindi. Onani o'rnini hech kim bosa olmaydi. Xotin ham, dada ham. Siz bilasiz-ku, men sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni. Bo'lmasa, unda bunda xotiningni urishib tur. Ja, taltayib ketmassan. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, ay, urishaman. Yaxshi ham sen tuqqan ekanimi? Faqat sen qadrimga yetasan. Tort qolsam menga, yeyman. Dada. Bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling. Onamni oxirgi iltimoslarini bajara olmadim. Hammasiga o'zi o'sha xotin aybdor. Mana, buvimni ham o'ldirdilar. Bo'ldi qil! Soppa-sog' yurgan edilar onam. Kechagina xursand, o'ynab, kulib yurgandilar. O'sha yaramasi bekor uyga olib keldingiz o'zi. Buvimni boshlariga yetdi. Shunga siqildilar. Yetar dedim senga, yetar Sevara.
Ha deb bitta gapni qaytaraverma. Dada, Sen oppoqmisan? Sen qilding hammasini. Sen buving nasablarini buzding. bo'ldi. Xo'p, gapirmadim. Bor uyga. Tayyorgarlikni ko'r. Bor. Tavba. Dushmanim bilan uchrashaman deb o'ylamagandim. Hayot shunaqa. Majbur qilib qo'yar ekan. Marhamat, o'tiring. Men cholni ko'p ushlab tura olmayman. 3 kun bo'ldi, kasalxonada yotibdi. Lekin aniq bilaman, ertaga yo indinga yugurib chiqib oladi. Bir hafta kasalxonada ushlab tura olmayman. Iye. Opa, sizga eplolmayman deyish sal uyatmasmi? Shuncha ishni uddasidan chiqqan. Nima yana bir hafta kasalxonada ushlab tura olmaysizmi? Nimagadir sal ishonchli chiqmayapti. Soppa-sog' odamni qanaqa qilib men uzoq vaqt ushlab turishim mumkin? Bir kunda 10 marta ketaman deyapti. Yana ham 3 kun amalladim. U bilan ancha yil ishlagansiz. Xarakterini yaxshi bilasiz. Ertaga ishga chiqib oladi. Bilamiz. Bilganimiz uchun indamay turibmiz. Bundan buyog'iga mendan boshqa narsa so'ramang. Kerak joyda yordam berdim. Endi o'yindan chiqaman. Opa, siz biz uchun emas, o'zingiz uchun ishlaysiz. Hamma vaziyatdan foydalanishni bilasiz. Men go'l emasman. Hammasini bilib turibman. Kompaniyaga shpion qo'yib qo'yganmisiz? Sekin-sekin, svodka yetkazib turadim. Unisini ayta olmayman, uzr. Men sizni ogohlantirdim. Boshqa meni bezovta qilmang. Xo'p bo'ladi, Umidaxon. Malikaxon. Nima deyishni ham bilmay qolaman ba'zida. Ha, kim? Assalomu alaykum Rustam aka. Bandalik ekan. Bunaqa bo'lishini kim bilibdi deysiz? Endi issiq jon, kim bilib o'tiribdi shunaqa bo'lib qolishini? Kechagina baqir-chaqir qilib o'ynab kulib yurgan ammajonim birdaniga poqatib o'lib, o'tib qolishlarini. Bandalik ekan. Qachon chiqazamiz? Ulgursak.
Bomdodga. Haligi qarindosh urug'larga xabar berdingizmi? Yo'q. Mayli. Siz ovora bo'lmang, o'zim hammasiga xabar beraman. Yaxshi bo'lardi. Men onam o'tib qoldilar deyishga tilim bormaydi. Tushunib turibman. Hozir telefon qilib dadamga aytaman. O'zlari hamma qarindosh urug'larni yig'ib keladilar. Rustam aka, shunaqa paytda yoningizda turmasak, qachon turamiz, jigarlar? Rahmat. Bo'pti, men chiqay. Xo'p. Ana o'rtog'ing bor-ku, nazokat satang. Xo'sh. Nima bo'pti? Yana mish-mish eshitib keldingizmi? Bugun gapga borgandim. O'rtoqlarim aytishdi. Nima qilibdi? Eringga katta hovli bilan mashina oldiribdi. Eringni rosa pulini shilayotgan ekan. Oyi, bularni hammasini o'rtoqlaringiz qayerdan bilibdi? Nazokat satayni kelini dugonamni jiyani-ku. Onasiga hammasini oqizmay, tomizmay aytib beribdi. Bo'lishi mumkin. Erim begona ayollarga juda ham saxiy. Ha, bolama. Faqat seni qaqshatda. 35 yil xizmatini qilding. Vaqoyam ololmading. Mayli oyi. Nasibamni Allohni o'zi yetkazsin. Menga qara. O'sha ering kasal bo'lganida yolg'ondakan bo'lsa ham qarasang bo'larkan-a. O'shanda seni yomon ko'rib qolmas edi. Men qayerdan bilaman uni tuzalib ketishini? O'lib ketsa kerak deb o'ylagan ekanman. Rostini aytsam, o'sha paytda rosa xo'rlab yubording-da. Yuragida qolgan shekilli. Shuning uchun kechira olmayapti. Oyi. Menga nima qilgan bo'lsa, hammasini o'ziga qaytardim. Mayli bolam. Bo'lar ish bo'ldi. Endi ikki qo'lingni burningga tiqib qolganingga achinaman-da bolam. Ukang kelgan bo'lsa kerak. O'zim ochaman. Hozir. Assalomu alaykum.
Rustam aka, ovora bo'lib kelibsiz. Men baribir uyingizga bormayman. Onamlarni berib qo'ydik. Oxirgi so'zlari ham sen bo'lding. Zulfi keldimi dedilar. Yo'q dedim. Qattiq ranjibdi-da deb birpas turib jon berdilar. Hech narsa qila olmadim. Hech narsa. Qo'limdan hech narsa kelmadi, Zulfiya. Senga o'limliklarni tayyorlab ketgandilar. Shuni o'zing topib bersang. Bu onamni so'nggi vasiyatlari. Onamni so'nggi manzilga kuzatish men burchim. Men ulardan ko'p yaxshilik ko'rdim. Bormasam yot bo'ladi. Ulgursak bomdodga chiqaramiz. Hozir men turing. Men hozir chiqaman. Keling. O'tiring. Rahmat. Xo'sh, xizmat. Men qarang. Yana nega keldingiz? Ja bizning uyimizga serqatnov bo'lib qoldingiz. Salomimga aligam omadingiz-a? Salom farz, aliga olish kerak. Salomingni pishirib ber, tushundingmi? Meni qizimni nega yo'ldan uryapsan, ha? Voy. Men nima qildim? Ne oshqotuv bo'lib yuribsan? O'rtanglarda nimadir bor, ha? Hamma yoqda pichir. Xolajon, bilishingiz shart emas. Shunaqam.
Unda qizim yo'q. Bor ket. Ket. Assalomu alaykum. Nazokatxon, va alaykum assalom. Oppa yaxshimisiz? Eson omonmisiz? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yaxshi Xudoga yuribsizmi? shukr. Oyiz meni haydayaptilar. Oyi, bu nima qilganingiz? Nega haydayapsiz? Meni Nazokatxon bilan gaplashadigan gapim bor. Iltimos, chiqib turing. Pichir qilmasdan meni oldimda gaplashasizlar. Men ham bilishim kerak nima bo'layotganini. Oyi, men sizga yosh bola emasman. Go'yo 14 yosh qizchani tergagandek meni tergaysiz. Kap-katta ayolman. Axir 60 ga kirdim. Yetar endi. Mengacha yoshini gapirma, tushundingmi? Nechiga kirganingni juda yaxshi bilaman. O'zim tuqqanman seni. Seni himoya qilyapman. Mayli. Shu yerda gaplashsak gaplashaveramiz. Keling. Meni ulardan bekitadigan sirim yo'q. O'tiringlar. Yaxshi xabarim bor, o'tiringlar. O'tiring, oyi. O'tiring. Tavba qildim. Nega xo'mrayasiz? Oyi? Nima bo'ldi, oyi, tinchlikmi? Oyi, mazangiz yaxshimi? Nima bo'lyapti? Oyjon? Buving. Nima buvim, oyi? Oyim o'tib qoptilar. Oyi. Rustam aka. Birinchi kelganlarda borsam bo'lar ekan. Men bunaqa bo'lishini qayerdan bilay? Endi butun umr vijdon azobida o'tib ketaman. Oyi, endi nima qilamiz? Nima bo'ladi endi? Men vasiyatlarini bajarishim kerak. Menga hamma narsani tayyorlab ketgandilar. Men borishim kerak. Oyi, iltimos, bir o'zingiz bormay faqat meni ham olib boring. Mazangiz qochib qolsa, kim sizga yordam beradi, oyijon? Qochmaydi. Yo'q. Men kuchli ayolman. Bundan 5 battar vaziyatlardan ham chiqib ketganman. Uyda bir o'zing qolishga qo'rqmaysanmi? Ha, Rustam aka. Nimadir bo'ldimi? Tuzukmisiz?
suv olib kelib beraymi? Yo, ichmayman hozir. Tomog'imda hech narsa o'tmaydi. Yoki birorta tinchlantiruvchi dori beraymi? Yo. Kerak emas menga. Cho'ponim, belvog'im, yana nima, do'ppimi? Top berlaring. Rustam aka, ular qayerda turadi, men bilmayman. Men bilaman. Xuddi o'lishlarini bilgandek sovundan tortib atirgacha tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Voy, pulam bor ekan. Bularni olib qo'yishga ulgurmabsiz-da. Sizga va'da bergan uyim. Hammasi shunaqa tez hal bo'ldimi? Evaziga nima olmoqchisiz o'zi? Men oladiganimni olib bo'lganman. Nega siz o'zingizdan o'zingiz qizimga uy beryapsiz? Hozir xotin-qizlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, tadbirkorlik. Men mana tayyor biznesimni yurg'izolmayapman-ku. Siz biznesingizni yurg'izolmadingiz. Chunki nimaga? Qing'ir ko'chalarda yurdingiz. Sizni Rustam aka chaqiryapti hozir. O'zini ko'rsatib, hammani ichida o'tirib olganichi. Hali Mavridi kelsin. Nodir opaga ham gapiraman. Unga ham boqqan balo bordir. Tirik bo'lsak ko'ramiz.